Oddiy soatni puliga ikkita smartwatchni 45500 so'mga olsangiz bo'ladi desam ishonasizmi? Unda videoda batafsil ko'ring, tushuntirib o'taman. Yetkazib berish ham mutlaqo bepul, mahsulotni qo'lingizga olganingizdan keyin to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Siferblatlarni ko'rib turibsiz. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Ikkitasini 45500 so'mga o'ylayapsizmi? Bizga obuna bo'lib qo'ying, bunaqa chegirmalar faqat bizda-ku, yaqinlarga yubormaymiz. Yaqinlarga yuborib tashlang, kommentariyaga xohlagan so'zni yozib tashlang. Hozir men sizga qanaqa qilib olishni to'liq tushuntirib o'taman. Like, comment yozish esdan chiqmasin. Buning uchun telefoningizni olasiz, Yandex Marketga kirasiz. Kirganingizdan so'ng qidiruvga smartwatch deb yozasiz. Smartwatch deb yozganingizdan keyin shu yerda ko'rib turibsiz, ikki xil rangi bor. Xohlagan rangingizdan ikkita tanlasangiz ham bo'laveradi. Mana 56 ming so'mdan turibdi. Shuni savatga qo'shasiz. Savatga qo'shib turib, savatga kirib, shuni ikkita qilib qo'yasiz bo'ldi mana. Ikkita qilasiz, plus turibdi-ku shu yerda. Ikkita qilasiz, 112 ming so'mga aylandi. Endi promokod degan joyiga sizga 90 deb yozib turib, strelkani bitta bossangiz 45144 so'mga tushyapti.